Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, podpисчиklar. Bugun xudo xolasa Avtocentr avtosalonimizdagi navbatdagi Damas'imiz. Mana 2 kunmi, 3 kun burun istoriya qo'yiladi Damas'imiz 2024. Full atiz o'tirgan 13 lik poza, diska balon, metan, chexol, patolog, kolonka hamma narsasi bor. 2024 kraskasi toza. İjtimoiy tarmoqlardan ko'rib shu kunisi avans tashlayverdilar. Yana Nukusdan Hasan og'amizang. Ha, Enang. Esa og'ajon tabriklaymiz. Rozimisiz? Yaxshi kunlar minch nasib etgay. Endi yil izi Captiva bundan bulla mashina bo'lib o'tish nasib etgay. Rozimisiz? rahmet. Raziman. Mineki Adnazdan bitirib berdik uji. atma bitirib mineki Nomerlarni ham oldik. 95 neden nomer ama verdim. Mineki bu Rahmet. yigitlerge rahmet. Sağ olun. Men Nöküs'ten kelip edim barlık жұмысымды bir mezgilde bitirip Sağ olun. geldim kolumda nomer mini, Gap yo'q. maşın mini. İlayim. Quvonib Rahmet o'tirish nasib yigitlar. etgay. Sağ olun, Rahmet. salomat bo'ling. Yaxshi kunlarga xizmat İlayim, eting. ilayim. Aziz yurtdoshlar, kelaversa narxi 89 milyon so'm bo'ldi. Chiroyli narxda bo'ldi. 89 milyon so'm naqd pul bo'ldi. Avtocentr sonimizda har xil turdagi mashinalarimiz bor. Qo'ldan kelgancha chiroyli skidga berib turibmiz. Bankamiz ish faoliyatini ko'rsatib turibdi. Bugun sana 2025-yil 9-iyulda bugun, 9-iyul ava. Kelaversa sog' bo'ling, esa yana bir bor tabriklaymiz, aga. Sog' bo'ling. Bo'ldi. Haytdan